Oy, menga ham saharlik bitta bo'lib qo'ydingiz a? Saharlikka midovoy qilamiz. Midovoy qilishni boshladik. Miya bezasini toza asal. Manda asalga o'xshagan asal 300 gramm. 2 chayni qoshiq, choy qoshiqda, ya'ni soda. Chayni soda solgandan keyin ko'piradi. Undan xavotir olmanglar, bu ko'pirish kerak o'zi. Kovlab turamiz. Hamma ishni past olovda qilamiz. Past olovda. Mana jigaring bo'ldi, shokoladный цвет. Mana красивый, chiroyli bo'ldi mana. Keyin o'chirdim, battar jigaring bo'lib ketmasligi uchun. Menda bu yerda yarim kilo, buni 350 grammini solamiz. Sariyog' soldik. Mikserga 8 ta tuxum qo'yamiz. Bitta stakan to'la emas, yarimdan sal ko'proq shakar. Vanilniy sahar solamiz. Razrыхлитель solamiz. Aralashtirib olamiz birinchi. Midovoy karamelimizni solamiz tuxum ichiga. 600 gramm un solamiz. 2 ta stakan, 300 grammli stakan bo'lsa 2 ta. 2 ta stakan un. Jigaring, suyuqroq xamir bo'ladi. 4 ta kosa oldim, taxminan bir xil quyishim kerak. Qo'shlarni pishiramiz. Bitta-bitta. Bir 180 gradusga 10 minutga bormaydi, xudo xolasa. Har bitta qo'sh 10 minutga yaqin pishadi. Qo'shimiz pishdi. Kremini sariyog'li krem qilmaymiz-da. Boshqacha krem qilamiz. Labneyni 4 qoshiq labney solamiz. Yo qaymoq, yo smetana. 400 gramm. Varyonniy sgushenka solamiz. Midovoy terishni boshladik. Chetini kesib oldim. Kremimizni solamiz. 3-qatorini ham yopdik. Chetdan kesib olganmi, tabiiy apparatda majag'lab tashlaymiz. Maydalagan kroshkalarni birinchi chetidan yopishtirib chiqamiz. Endi ustiga. Midovoyni qilib bo'ldim. Buni endi paketladimda, hozir yarim soat, 1 soatga uzog'i propitatsiya qilishga qo'yamiz. Ertalabgacha tursa undan ham zo'r bo'ladi. Mana korolevskiy midovoyim tayyor bo'ldi. Buni endi kesib yeb ko'rmasam bo'lmasa kerak. Kesib yeb ko'ramiz. Voy, buni yumshoqligini. Wow! Обязательно katta кусок kesamiz. Maydalashib o'tirmaymiz. Buni asalligini qaranglar. Oh! Buni asalligini qaranglar, azizlarim. Mana shu midovoy 1 soat ichida pishdi. Xudo xolasa, hozir yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'zim qildim, boshini ham o'zim yeverishim kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Midovoyga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Soda degan maza umuman 0. Объедение midovoy hammalarga tavsiya qilaman. 100 tadan 100 tasida o'xshaydi, aniq. Juda ham zo'r mazasi, вообще shikarniy. O'g'limiz saharlik yegan midovoy tayyor. Endi uyalmasdan kirib yotsam ham bo'ladi. Osh bo'lsin.